Xo'p, Uchqo'rg'on tumanida yurtimizda birinchilardan bo'lib Yaponiya texnologiyasi asosida mana ko'p qavatli uylarni tabiiy gaz bilan ta'minlanyapti. Bunda nima qilinyapti? Qarang. O'zimizning oddiy gaz ballonlari, demak, propanni butanga aylantirib, shu tabiiy gazga o'xshash gazga aylantiryapti. Opada hormang. Siz shu domda turasiz? Ha, shu domda turaman. Xo'p, gaz qanaqa holatda yonyapti mana shu gaz? Necha kun bo'ldi ulanganiga? Uylanganiga bir 3-4 kun bo'lib qoldi. 1 metr baland ponna yonyapti gaz. Uchotchikdan aylanadi. Ha, uchotchik ishlayapti. Uchotchikdan o'tadi. Xo'p, hozir mana 5 ta gaz ballon ekan. Ha. Demak, bir hafta dedingizmi, necha kun dedingiz? Bir 3-4 kun bo'ldi. 4 kun bo'lsa, necha kunga yetadi deyishdi shuni. Hozir nechta xonadonsizlar? Bu monodomda nechta xonadon bor? Bir qancha? 6 ta 18, 24 ta. Demak, 24 ta xonadonni mana hali 5 ta gaz ballon gaz bilan ta'minlab hali tugagani yo'q. Hali tugagan yo'q. 1 metr yonyapti. Yonyapti. Faqat ovqat qilyapsizmi yo isitishga ham ishlayapsiz? Yo'q, ovqat qilamiz xolos. Ovqatga. Do'stlar, bilasiz, ko'p qavatli uylarda gaz ballondan foydalanish mumkin emas. Shuni ya hisobga olib, shu muammoni yechimini topishib, mana bundan tashqari mana bunday 4 qavatli, ko'p qavatli domlarga ham, uylarga ham mana shunday narsalar joriy etilyapti. Bu bitta bu yerda emas, Uchqo'rg'on tumanida 10 ga yaqin ko'p qavatli uylarda mana shu narsa tashkil etildi.